On behalf of the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, shuni mamnuniyat bilan yetkazmoqchimanki, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev kengash a'zolariga samimiy salom yo'llab, ushbu tashabbusni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bugungi uchrashuv shunchaki navbatdagi muloqot emas. Bu niyatlarimiz tizimga solinadigan on. Bu ishonchimiz amalga bo'y ko'rsatadigan lahza. So'nggi bir necha yilda O'zbekiston bilan AQSh o'rtasidagi munosabatlarda muhim o'zgarishlar ro'y berdi. Biz endi o'zaro ishonchning yangi bosqichiga, ochiqlikning yangi bosqichiga va eng muhimi maqsadlarning yangi bosqichiga o'tdik. Mamlakatlarimiz prezidentlarining o'zaro munosabati bunga turtki bo'ldi. Nafaqat muloqot uchun, balki qarorlar qabul qilish uchun ham maydon yaratdi. Biz Amerika kompaniyalariga faqat investor sifatida qaramaymiz, balki ularda birgalikda rivojlanadigan sheriklarni ko'ramiz. Biz aniq tuzilmaga ega va umumiy natijalarga olib keladigan real loyihalar ustida ishlashga tayyormiz. Bugun bu yerda hammasi mujassam. Kuchli siyosiy iroda ham, loyihalar ham bor, hamkorlar ham tayyor. Endi faqat olg'a qadam tashlamoqmiz va aniq natijalarga erishmoqmiz lozim. Thank you very much. Never before in the history of the US government. AQSh hukumati tarixida hech qachon tijoriy diplomatiya, tashqi siyosatning bunday muhim ustuni bo'lmagan. Bugun biz diplomatlarimizning Amerika biznesi va mahsulotlarini qo'llab-quvvatlash va ilgari surishdagi ahamiyati qanchalik yuqori ekanini yaqqol ko'ryapmiz. Bu kelishuvlar va iqtisodiy aloqalar biz va yangi ishonchli hamkorlarimizdan hisoblanadigan O'zbekiston uchun birdek manfaatlidir. For some of our most trusted partners, which includes Uzbekistan.